mashina oynalariga urilib, singan derazalardan tashqariga sirg'alib chiqdi. Ular juda katta, o'zlaridan shilliq loyga o'xshash iz qoldirib harakat qilishardi. Keyin unga eng yaqin bo'lgan loy to'plami shivirlab, g'ildirab gapira boshladi. So'zlari go'yoki begunoh bir bolanikidek, ammo tubida dahshatli telba ohang bor edi. U ayolga qarab turalardi. "Hey, sen mening onammisan?" Ha, qarang. Onamiz bizdan qochishga harakat qilyapti. Qanday kulgili. Kasal bo'ldingizmi, oyi? Rangingiz oqarib ketibdi. Sizga quyosh kerak. Oyijon, biz sizga yordam beramiz. Shilliq mavjudot ayolga otildi. Tanasidan bir nechta qo'llar chiqib, uni quchoqlamoqchi bo'ldi. Faqat uning reflekslari uni so'nggi daqiqalarda asrab qoldi. Lekin jonivor to'xtamadi. U sirg'alishda, quvishda davom etdi. Bu uning umridagi eng dahshatli tushga o'xshardi. U ryukzagini yerga tashladi. Bu og'ir yuk hozir faqat uni sekinlashtirardi va o'limga mahkum qilardi. Ayol shirin jonini saqlash uchun yugurardi. Ammo oyoqlari yo'qligiga qaramay, bu maxluq shu qadar dahshatli tezlikda harakat qilardi. U faqat qochishi mumkin. O'pkasi yonib ketguncha, mushaklari xanjar sanchilgandek og'riguncha yugurishga majbur. Bundan boshqa yo'l yo'q. Bo'lsa ham oxiri dahshatli yakunlanishi aniq. Yugurarkan atrofdagi mashinalarda yotgan boshqa maxluqlar ham uyg'ona boshladi. Bir vaqtlar odamzodning katta qismini tashkil etgan o'sha mavjudotlar endi qolganlarni ham o'zlarining dahshatli taqdiriga sherik qilmoqchi. Ayol ulardan zo'rg'a qochib qutuldi, lekin orqasidan eshitilayotgan telbalarcha qichqiriqlar tunni larzaga solardi. "Biz sizni topamiz, ona, topamiz va senga nurni ko'rsatamiz." Oradan oylar o'tdi. Dunyo qorong'u, sovuq va shafqatsiz. Ayol sira to'xtamasdi. Sog'inch va qo'rquv hissi bunga yo'l qo'ymasdi. O'sha erib ketgan odamlar ayol o'ylaganidan ham aqlliroq bo'lib chiqdi. Endi ularning yagona maqsadi odamlarni topib, ularni ham nurning bag'riga tortish edi. Kechalari u shkaflarda uxlardi. Ilgari hech qachon uxlashni istamagan joyda. Yarim tik turib uxlash uning beliga azob berardi. Lekin ochiq joyda yotganlar ertalabgacha tirik qolmaydi. Ba'zida u boshqalarning qichqiriqlarini eshitadi. Loyqa mavjudotlar ularni ushlab, sudrab ketayotganini. Yaxshiyam meni topib olishmadi deb o'ylardi u. Bu oylar uni avvalgidan ham shafqatsizroq qilib qo'ygandi. Balki yangi dunyoda shunday bo'lish kerakdir. U shahardan shaharga, qishloqdan qishloqqa yurdi. Yemirilib ketgan etiklari kilometrlarni bosib o'tdi. Singlisiga oz qoldi. U unga yetish uchun hammasiga tayyor. Qanday dahshatlarga duch kelishidan qat'iy nazar. Bir kecha u avval ko'rgan barcha narsalaridan ham dahshatliroq voqeaga guvoh bo'ldi. U baland binoning yuqori qavatlaridan birida uxlab yotgan edi. To'satdan yer qimirlay boshladi. U darhol uyg'ondi. Xuddi bino qulab tushayotgandek shoshildi. Yashiringan shkafidan chiqib, derazadan qorong'u ko'chani ko'zdan kechirdi. Pastda ulkan bir shakl harakatlanayotgandi. Shaharlar aro avtobusdan ham katta bo'lgan ulkan loyqa to'plam. Hatto qorong'ulikda ham uning qismlari ko'rinardi. Qo'llar, oyoqlar, inson va hayvon yuzlari. Bu birlashgan organizm. Yuzlab, balki minglab shaklsiz mavjudotlardan iborat dahshatli gibrid. Ular birlashmoqda, deb o'yladi ayol. Yuragiga to'satdan muzdek qo'rquv urildi. Ular super organizmga aylanmoqda. Ular hali ham ovlamoqda. Ular hech qachon to'xtamaydi. Oradan yana vaqtlar o'tdi. U oylardan beri sayr qilib, nihoyat kelishilgan joyga yetib keldi. Singlisi ayolning qo'ng'iroqlariga ham, xabarlariga ham javob bermayotgandi. Lekin bu tarmoqlar ishlamay qolgani uchun bo'lish ham mumkin edi. Endi ko'p narsalardan xabardor bo'lish juda qiyin. Ko'p joylarda hatto elektr ham yo'q. Ammo bu muhim emas. U yurishda davom etdi. Bu eski kinoteatr edi. Ular doim keladigan joy. Ular bu yerda oxirgi marta xizmatkor filmini ko'rishgandi. Bu yer ularning juda ko'p baxtli xotiralariga sabab bo'lgan va bu yerning qorong'uligi quyoshdan qochish uchun ham mukammal joy. U zal bo'ylab yurib, 3-sahnani qidira boshladi. Bu ular ko'rishishni kelishgan joy edi. Ayolning sabri chidamayapti. Yuzida aql bovar qilmaydigan umid va quvonch tabassumi. Shuncha voqeadan keyin maqsadiga yetish hissi bor edi. U eshikni ochdi va singlisini ko'rdi. Aniqrog'i, bir vaqtlar uning singlisi bo'lgan narsani. "Opajon, kelganingizdan xursandman. Sizni uzoq kutdim", dedi u nam va g'alati ovozda. SCP-001 kun tugashi. Bu nihoyatda dahshatli hikoya. Bu XK toifasidagi apokaliptik voqea bo'lib, insoniyat va butun yer hayotining holatini butunlay va qaytarib bo'lmas darajada o'zgartiradi. Noma'lum sabablarga ko'ra, quyosh bir kechada g'ayritabiiy kuchga aylandi. Endi uning nurlari hayot va issiqlik manbai emas,
balki vayron qiluvchi kuchga aylandi. Yorug'lik bilan har qanday aloqa, hatto oyda aks etgani ham odamlarni jelatin holatiga keltiradi. Ammo bu faqat odamlarga emas, hayvonlar, hatto boshqa anomaliyalarga ham ta'sir qiladi. Avvaliga anomal xususiyatlarini yo'qqa chiqarib, ularning shaklini tanib bo'lmaydigan go'sht massalariga aylantiradi. Lekin ko'rganingizdek, bu shu bilan cheklanmaydi. Nur nafaqat qurbonlarning tanalarini, balki ularning ongini ham o'zgartiradi. Fond dastlab 001 hodisasi qurbonlarini o'lik deb hisoblagan. Ammo keyinchalik ular tirik ekanligi va boshqalarni ham o'zlariga o'xshatmoqchi ekanligi aniqlandi. Loyiha to'plamlar o'zgarmagan odamlarni quvib, ularni quyosh nuriga sudrab chiqishadi. Bu esa ularning ikkinchi vazifasini ochib beradi: to'liq singdirish. Vayronaga aylangan yer yuzida bu maxluqlar bir-birini topadi va birlashadi. Minglab odam va hayvonlardan tashkil topgan bu ulkan mavjudotlar safini kengaytirish maqsadida nur tushmagan joylarni kezib chiqishadi. Bu jonivorlarga nazariy jihatdan zarar yetkazish mumkin bo'lsa-da, amalda ularni o'ldirish deyarli imkonsiz. Ko'p hollarda qochish ancha samaraliroq. Lekin ular hech qachon uxlamaydi. Odamlar biroz dam olayotgan paytda ham ular ov qilishda davom etishadi. Insoniyatning qolgan qismi ham o'zlariga o'xshab qolgunicha. SCP-001 o'lim nurini nazorat qilishning iloji yo'q. Shu bois u noyob Apollon sinfiga kiritilgan. Voqea boshlanganida milliardlab odamlar bir zumda o'zgardi. Bu voqea ilk bor SCP fondi insoniyatni qutqarish uchun o'zini oshkor qilib ommaga murojaat qilishiga sabab bo'ldi. Fojianing dastlabki kunlarida SCP fondi administratori dunyoga xabar yubordi. Tashkilot birinchi marta maxfiylik pardasini yirtib tashladi. Oilangizni yo'qotganingizdan juda afsusdaman, lekin davom etishingiz kerak. Ularning o'limi behuda bo'lmasin. Bizda hali vaqt bor. Insoniyatni saqlab qolish mumkin. 19-hududga keling. Bizga ko'proq qo'llar kerak. Faqat qorong'uda harakatlaning. Yorug'likdan saqlaning. Ko'plab fond a'zolari qutqaruv uchun fond xavfsizlik obyektlariga yetaklaydigan mayoqchalarni yoqdi. Ammo manzilga yetib kelganlar juda ozchilik edi. Ko'plab fond a'zolari halok bo'ldi. Yoki undan ham battar o'zgardi. Ular odamlarni qutqarish uchun jonlarini berdi va qutqaruv vaqtida halok bo'ldi. Bir vaqtlar aytilardi: fond xodimlari insoniyat yorug'likda yashashi uchun zulmatda halok bo'ladi. SCP-001 dan keyin esa aksincha. Fond xodimlari insoniyat zulmatda yashashi uchun yorug'likda jon bermoqda. Siz shunday hayotda yashay olarmidingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bundanda qiziqarli videolar hali oldinda. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.